Demak, birodarlar, sabr qilishlik bu mo'minda topiladigan eng ulug' sifatlardan. Hammamiz bilgan Asr surasi. Val asr innal insana lafi khusr. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, asrga qasamki, inson zoti bor, dunyoga kelibdi, ziyonga kiribdi. Qasam bilan aytayapti. Dunyoga kirding, ziyonga kirding. Faqatgina 4 ta sifat egalari bu ziyondan omonda. Iymon, solih amal, bir-birini haqqa chaqirish va oxirgisi sabr. Chunki siz iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, bir-biringizni haqqa chaqirsangiz-u, ammo mana shu ishlarni yo'lida keladigan mashaqqatga sabr qilmaydigan bo'lsangiz, bu amallar foyda bermay qoladi. Sabr birodar oxirgisi. Buyuklarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ularning hayoti xuddi ana shu balo, musibat